Alloh taolo Baqara surasida Estağfirullah Yas'alunaka maza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innalloha bihi alim. Sizdan nima narsani infoq qilishimiz haqida so'raydilar. Odamlar kelib nima haqida infoq qilaylik deb ko'p so'rashganlar. Bizning zamonimizda ham ulamolardan kelib so'raydilar odamlar. Nima qilaylik? Meni mol davlatim bor yoki meni qo'limda, bilagimda kuchim bor yoki meni tilim zabon, nima ish qilaylik Alloh uchun? Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ta'lim beryaptiki, "Qul ma anfaqtum min khayrin" ayting, nimani, qanday yaxshilikni infoq qilsanglar, ota-onalaringga qilinglar. Ota-onaga qancha yaxshilik bo'lsa qilish kerak. Chunki bu Allohga shirk keltirmaslikdan keyingi o'rinda turadi. Alloh o'ziga shirk keltirishni man qildi hamma odamdan. Shirk jannatga kirishlikdan to'sadi odamni. Va ota-onaga yaxshilik qilinglar dedi. Bu oyatda ham nimani, qanday yaxshilikni yaxshilik qiladigan bo'lsanglar, ota-onalaringga qilinglar. Val aqrabin, ota-onadan keyin odamga eng yaqin kishilar qavm qarindoshlar. Qavm qarindoshlarga yaqinlik qilinglar. Val yatama, qavm qarindoshdan keyin eng odamga yaqin kishilar yetimlar hisoblanadi. Yetimlar. Val masakin, yetimlardan keyin esa miskinlar turadi. Demak, miskinlarga yaxshilik qilishlik 4-pog'onada, yetimlarga yaxshilik qilishlik 3-pog'onada bo'ladi. 5-pog'onani ham Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bildirdi. Va ibnis sabil, yo'lovchi kishilarga. Yo'lovchi puli uyida qolib ketgan, safarda yurgan kishi. Mana bu kishilarga ham Alloh taolo yaxshilik qilishlikka buyurdi. Va ma taf'alu min khairin fa innalloha bihi alim. Nima narsani, qanday yaxshilikni yaxshilik qilsanglar, Alloh uni bilib turibdi. Xo'ja ko'rsin, xo'ja eshitsin degan gapni biz uzoqlashtirib yuborishimiz kerak o'zimizdan. Riyo va sum'a, ya'ni odamlar ko'rsin, odamlar eshitsin degan gap qilgan amallarni behuda qilib tashlaydi. Tarozidan o'chirib tashlaydi. Biz faqat Alloh uchun deb qilishimiz kerak. Mana Alloh taolo aytayaptiki, qanday yaxshilikni qilsanglar, Alloh uni bilib turuvchi zotdir. Har bir odam Alloh ko'rib bilib turibdi degan e'tiqodda yaxshilikni qilishi kerak.